Qorabosh baliqchi. Qorabosh baliqchi o'zining nomiga mos ravishda bahor va yoz oylarida boshida qora telpakcha kiyib yurgandek ko'rinadi. Bu qush O'zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan, ya'ni u juda kam qolgan va davlat himoyasidagi qushdir. Bu qush suvni juda yaxshi ko'radi. U asosan quyidagi joylarda uchraydi: Orol dengizi atrofidagi ko'llarda, Amudaryo va Sirdaryo bo'ylarida, sho'r ko'llar va baliqchilik hovuzlarida. Qorabosh baliqchilar juda ahil qushlardir. Ular to'p-to'p koloniya bo'lib yashashadi. Ular inlarini yerga, suv yaqinidagi quruqlikka qurishadi. Ular odatda 2-3 ta tuxum qo'yadi. Tuxumlarini 25-29 kun davomida navbat bilan bosib yotishadi. Iyun va iyul oylarida esa polaponlari, ya'ni bolalari uchishni o'rganadi. Qorabosh baliqchi mohir ovchi qushdir. Uning asosiy taomi baliqlar. Suv yuzasiga yaqin suzuvchi baliqlarni tutib oladi. Hasharotlar dalalardagi zararli hasharotlarni yeydi. Afsuski, bu chiroyli qushlar yildan yilga kamayib bormoqda. Buning asosiy sababi esa suvning kamayishi. Orol dengizi va boshqa ko'llarning qurishi natijasida ularning uylari va ozuqasi yo'qolmoqda. Ov qilish, odamlar tomonidan noqonuniy ovlanish, ya'ni brakonyerlik ularning sonining kamayib ketishiga asosiy sabab bo'lmoqda. Ularni ovlash qat'iyan taqiqlangan. Ular yashaydigan ko'llar va daryolarni ifloslantirmasligimiz kerak. Tabiatni sevish va asrash orqali biz bu qush turlarini saqlab qola olamiz. Qorabosh baliqchi juda uzoq masofalarga ucha oladi. U O'zbekistonda qishlash uchun Hindiston va Afrika kabi issiq mamlakatlardan uchib keladi.